Salom dostlar, sizlar bilan Chris Minecraft. Bize bu Vyjivaniani ancha oldin boshlaganmiz. Vyjivani juda ham oldinroq boshlaganmiz. Bizda hozir ko'p narsa bor. Shuning uchun sizlarga boshdan qilib berishga hozir vaqt yo'qligi uchun sizlarga mana narsalarimiz o'zimizniki. Mana shu zombilardan o'ldirganmiz. Agar video davomida shunaqa chiqib qolsa agar damlamalarni o'zimiz quyib yasaganmiz. Lekin bitta yomon tarafi creeper portlaydi organida ana portlaydigani ham portlaydigan deyapman. Damlama tayyorlaydigani ham portlab ketgan, shuning uchun yo'q bo'lib ketgan. Uylar yana ta'mirlab olganmiz. Biz qo'shilib yana bir gamerlar bilan o'ynaganmiz. Qo'shilib o'ynagan Minecraft. Mana bekor 3 ta yotoq emas. Bu meni joyim. Polni bu taraf meni joyim bo'lgan. Mana o'zimni Vyjivaniada o'zim uyni qurganman. Ular shu joylashgan. Hammamiz joylashganmiz. Bu uyni ham o'zim qurganman. Kelasi ham meniki. Yana sizlarga hozir yana bir narsalarim bor. O'zimizga damlab olish kerak. Har ehtimolga qarshi berish kerak. Taxta va fakil. Loyihani bilishimiz ham kerak. Blokli joylarda tushib ketadigan bo'lsak kerak bo'ladi albatta. Bu oddiy suv. O'zi kiyimlarimizni bize oltin kiyim, oltinlilar ham tushgan. Hozir hammasini kiyib olamiz. O'rniga videoda davom etamiz. Atrof go'zal. Biz nima qilishni bilmayapman. Biz fermacha ham qurganman kichkina. Sizlarga birma-ketin ko'rsatib chiqaman. Keyin hali keyingi videolarimizda boshqa o'sha o'ynagan o'yinchilar bilan birgalikda o'ynaymiz. Bo'lmasa birinchi bo'lib yana bittasini ko'rsataman sizlarga. Bu yerda o'zim uyim qurgan uyim bor. Yashirin, lekin hech kimga qo'yish yo'q. Kommentariyaga izoh qoldiringlar. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Bu golemni o'zim yasaganman. Temirlarimni o'zim topganman. Juda ham ko'p temir. Bu golem bizga kerakli bo'lib turadi. Bu meni shaxtam o'zi asosan. Shaxta bilan golem bor. Bu yerda shaxtaga tushganman. Bu uyga hali hech kim bilmaydi buni. Hali o'ynagan o'yinchilar ham bilmaydi. Men bilan o'ynagan o'yinchilar ham. Bu uyda o'ynagan o'yinchilar biladi. Chunki biz Minecraftda bilasizlar, Netherga borganmiz. Shuning uchun bu portalga ham birga Netherga borganmiz.
bu Minecraft'da ularni o'ynashni bilmaydiganlar bo'lsa, like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Boshqa videolarda ko'rsatamiz. Bo'lmasa biz daraxt chopganlarimiz bor. Uy qurishimiz kerak hali. Kerakli narsalar bor. Mana 2 stak temir bor. Temir braniyalar, kiyimlar. Buni Nezerdan olib kelganmiz. Tanatalar o'zimiz yasaganmiz hammasini. 4 stak daraxtim bor. Do'nga. Hozir hammasiga uy quramiz. Vertikal olganmiz. O'zimiz uchun juda baland joyda bitta narvon orqali chiqadigan uy quramiz. Avval bizga vertikdan taxtalar desab olamiz. O'g'limizni narvon yasash kerak. Narvon orqali tepaga chiqadigan juda ham baland joy bo'ladi. Mesela sal xavfsizroq qilish kerak. Harakat qilaman xavfsizroq qilishga. Avval bizga suv olishimiz kerak. Kechqurun tushib boshlayapti. Kechqurun qiyin bo'ladi qurish. Shuning uchun kechqurun jang qila olmayman. Keyingi qaysidir videolarimizda ko'rsataman. Aytgancha rotorasi hozir sizlarga ekinzorimiz ham bor edi. Kartoshkalar o'sha yoqda ekinzordan o'zimiz to'plaganmiz. Kartoshka bu endi zombidan tushadi. Moblardan tushadi. Mana biz kartoshkamiz, sabzi ham ekkan edik. Sabzimiz ham turibdi ekan, hali chiqmagan. Endi bu yoqdan ketaveramiz ekan. Bo'lmasa hozir yotib uxlayveramiz. Nasıl ertalab bo'ldi, endi qurishda davom etamiz. Ketdik. Bu juda ham eski versiyaligi uchun bunda yo'rg'aga ularni tushuntirib o'taman. Bunda qo'ydan go'sht tushmaydi, yangi versiyalarga tushadi. Sizlarga hali yangi versiyada o'ynab video chiqaraman. Uning uchun sizlar ko'proq like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariy yozinglar. Voy. Bilgandim shunaqa bo'lishini. Uning uchun suv olgandim, baribir qo'yishga ulgurmay qoldim. Yomon ishdik. Kirka, kaman, fagel. Ularni olamiz. Endi sekin qo'yib chiqamiz. Shuncha balandlik ham yetaveradi. Sekin qo'yib chiqamiz endi. Tushib ketyapti suv.
Jasad bo'lib o'tirib qurish kerak, bo'lmasa chiqib tushamiz, tushib ketamiz. Agar kanalga ko'proq like, podpiska bosib qo'ysanglar, komment ham yozinglar. Kontrda ham o'yinchilar bilan birga kontr videosini ham olamiz. Kontr ham o'ynaymiz. Minecraftda kontr emas, shunday kontrda o'zini. Like, podpiska bosib qo'yinglar, to'xtamasdan bosinglar, davay. Juda ham katta uy bo'ladi. Shu uyni zo'r qilib bezatib, hamma joyini o'zicha kerakli jihozlar bilan chiqamiz. Ozgina qoraylik bo'ldi. Endi yana bu yoqqa. Juda ham katta joy. Hali biz olmos topishimiz ham kerak hali. O'zi olmosli narsalarimiz bor, topganmiz, lekin yana olmos ko'p kerak bo'laveradi. Qancha bo'lsa shuncha yaxshi olmos. Temir ham, oltin olmalar ham kerak bo'ladi. Oltinimiz bor. Shunda tezroq qurib chiqish kerak. Juda ham zerikarli bo'lib ketadi. Bekor yo'q qurib chiqishdi. Sal uzoqroq qilish kerak edi bu tarafga, chunki burchak bo'lib qolyapti bu yoq. Ozgina o'tkazib olamiz bu yoqqa. Shu yetadi. Hozir mana bu taxtalarni buzib chiqqandan so'ng bu pastga tushib olib kelish ham kerak taxtalarni, chunki hozir buzib tushib ketamiz. Keyin suv qo'ya olmay qolsak yana o'tib ketibmiz. Hozir sizlar bilan vatrdroq ko'ramiz. Daha bitta vatrdrop. Pastga qo'yib yuboribman. Voy, nima qilib qo'ydik? Bir yana terib chiqish kerak bo'ladi. Shunaqa terib chiqishni yomon ko'raman. O'lishni ham yomon ko'raman. Hammasini bitta olib chiqish kerak. Bo'lmasa yo'qlashda davom etamiz. Endi tepaga ham chiqish kerak. Tepaga vahshiy qiynch hammasi. Suv quyib qo'yish kerak edi. Yusal qolib tushib ketishim. Endi buni polani birinchi o'qib chiqamiz, keyin devorni keyin qilamiz. Yo'q. Ham hatto qo'yilib ketyapti. Undan o'sha blok o'tib olamiz. Keyin qurishda davom etamiz. Pastga qarab qurishni boshlaymiz. Keyin yerto'lalar qilmoqchi bo'lsak, yerto'la bo'lmaydi, endi yerto'la deyilmaydi. Shunga yer tagida emasmi, shunday pastda bo'ladi. Yerto'la deb aytaveramiz. Lekin uni qurish juda ham qiyin bo'ladi, lekin
Tep ekan quruq qiyin bo'lgani uchun yana tepaga qurib qo'yaveraman. Endi o'zimiz ko'ramizda. Salom zerif ketgan do'stlar. Bunda videoni o'qib turamiz, qurgandan keyin aytaman. Bu kechqurundan bo'ldi, endi tomoni qurib bo'ldi. Sekin o'tirib ko'rish kerak. Endi qayerda edi? Narvon bu yerda edi. Eshiklarini qo'ygandan keyin osonroq bo'libdi. Tezroq borib ular cheri tez. Даже inventarimiz to'lib ketganini bu ham olinmayapti. Sizlar va zerif ketibsizlar. Tepaga chiqqandan keyin videoni ko'ring. Hurjuz xarid yuribdi. Birda yomon taraf portlatib hamma joyda. Qaytib portlatdi. Hech uylarga ta'sir qilmabdi hech qayerga. Yana olib chiqish kerak. Olib chiqishi juda ham yomon ko'raman. Bu yoqqa mashina o'ldiraman. Bitta o'ldi. Bu yonib kelyaptimi kimanda? O'zimiz narsalarimiz kerak. Nimadir yo'q o'xshyapti. Hamma joyda. Nimadir boltamiz bor. Narsamiz bor o'xshyapti. Lekin nimadir yo'q ham o'xshyapti. Bunchalik bo'sh emas edi joyimiz. Yoki boya kiyimimiz kiymagandik, to'g'ri. Tepaga chiqqandan keyin videoni ko'ramiz. Chiqib oldik. Endi uni hammasini ko'tarib chiqish kerak. To'rttalik quramiz. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Bu uyni bitishigacha hali ancha bor.
Vay anna. Endi shunchasini qo'l shungayam bir stak ketdi. Qo'ygan ancha ketar ekan. Bir stakdan ancha oshiq ketadi. Ancha oshiq ketadi yani. To'rsak tog'dan hammasi ketib qolmasa bo'ldi ishqilib. Jonchak emas. Lekin alohida xonalar qilib zo'r qilib chiqamiz. Bezatilishi ham boshqacha qilamiz. Oddiy boyagurlarga o'xshatmaymiz-da, haqiqiy zo'r chiroyli qilamiz. O'zi yana bir stak ketdi. Shit, tez ketib qolyapti. Hali yana bir stak to'nka olsam yana ketib qoladi. O'zi tugadi. Yana 4 stak qilishadi. Mana hali bir stak ham yetmaydi o'shagacha. Hech joygacha. Yetarkan. Rolni ekan-da. Voy, hali tepasini yopish kerak, buni uzunligini dahshat bo'ldi. Bunday koridor qilamiz. Dahshat qilamiz hali. Endi bittasini yopdik. Sekin yana yopib ketaveramiz. Hali shunga ancha yetib qoladi. Shu 4 ta qatorga. Bu uyni taxtasi o'zi ham. Bu yinaqa uydan nechtalar qurishga yetadi. Nechtalar qurishga yetadi.
video boshlangan qancha bo'lib qolibdi. Eshik yasash kerak. Kechqurun 3da chiqish kerak. Chiqmayapti narxonda. Kanallar ham o'shanda quraman. Mana bu ikkina Netherdan olib kelingan fonarlar. Orasini 6tadan qilib chiqyapmiz. Orası 5'te. 5'teden 6'ncısı koyuyoruz şimdi. 3, 4, 5. 6'ncıya böyle. 1, 2, 3, 5. Hadi ben işte koyuyorum bunu da. Hayır, İngilizce değil. Başka hali neyse de onu tıklıyor tuttu çünkü yanıp kesey boladı. Uy, yoruk chiroyli yok, uzun. Şey zor ekan, lekin zo'r bo'ldi. Kechqurun monsterlar bo'ladi, desak ehtiyot borish kerak bo'ladi. Biz ishga borish kerak. Tezda yugurish kerak. Monster kelib qolsa qurol olamiz. Bo'ldi, yaxshi. Hozir uy ham bitib qoldi. Video boshlagani ham ancha bo'ldi. Video boshlaganiga ancha bo'libdi. Chunki sizlar bilan o'sha birgalikda zo'r gamer bo'ldi. Cross Minecraft sizlar bilan birgalikda zo'r video degan umiddaman. Like bosib, kommentariy yozib, podpiska ham bosib qo'yasizlar. Xayr, salomat bo'ling.